sizlar bilan kelganman va bugun biz ko'k rangga qarasam yutqazaman challenge'ini olamiz. Agarda bu shartda yutqazish mumkin emas, ko'p narsalarga qaramasim kerak. Bugungi maqsadim olmos topishimizga kerak bo'ladi. Yetti olmos borga o'xshamayapti. Xo'sh, sizlarga bitta narsa aytsam, umuman ishonmaysizlar. Men Smurflar qishlog'iga kelib qoldim. Voy, ko'k rang. Yo'qol. Ko'p qarab qolib ketsam tamom. Bitta quduq. Smurflar qishlog'ida yo'q, mansa emas ekan, lekin Smurflar yo'q bular. Nega non yesa bo'ladi? Voy padaringlar. Voy ko'k rangga qarang. Bu yerda hech nima yo'q. Qarasang yutqazaman. Qarama. Voy boyagi kirkadakim zo'r edi-da, faqat ko'k rangda edi. Bo'ldi, yerga qarayman. Yerga ketman anaga. Birinchi o'chirda daraxtlarni oldiga borib olishim kerak. O'rmon qaysi tarafda? Akamga qara. Bu o'yinda men juda ham qiynalaman shekilli. Yo! Voy! Sizlarga o'yin qoidasini esdan chiqaribman. Agar o'yin qoidasini buzish mumkin emas, ya'ni ko'k rangga qarasang yutqazadi. Bitta jon emas, balki 3 ta jon bo'ladi. O'ylanadi. 5 minutdan so'ng. Do'stlar, mana nihoyat chiqib oldim. Bekorga suvga sakradim. 3 ta jonimdan o'sha bittasi yo'qoldi. Lanati. Qarama. Suvga tushma. Ko'k rangga qarama. Sen qaramaydigan bolasan. Narxda qachon o'tib olarkanman ha? Sen qaramaydigan bolasan. Qarama. Qarashga haqqing yo'q. Lekin bitta jonim ketdi-da. Yerga qara, suvga qarasang yana bitta jonim ketadi. Nihoyat o'tib oldim. Endi mazza qilib daraxt chopaman. Bo'lanadi, bu kimniki bo'ldi? Bu Smurflar qishlog'iga axir ishqib Gargamelniki emasmikan? Deb adashmadim. Bu yerda qanaqadir giyohlar va hamma narsalar bor. O'ylanadi. Ko'p narsaga qarab bo'lmayapti. Misol uchun suvga. Endi mendan suv xafa bo'ladi. Xo'p, ishqilib konga tushib olsam yetarmidim? Konga harakat qilish uchun birinchi o'chirda nima qilishni men bilaman. Birinchi o'chirda men albatta daraxt chopaman. Xo'p, do'stlar, kirga soldim. Endiga qiladigan ishimiz bu oson, ya'ni shunchaki suvga qaramaslik. Hazillashdim. Endi navbat tosh qidirishga.
tayyor yerda qazib ketsa tosh chiqadi. Lekin tagiga qarab kirib ketish yomon. Shuning uchun almas qachon chiqasan? La'nati olmosni topib bo'lmadi. Konlarga tushishim kerak. Kon topishim kerak bunda. Unday bo'lsa men hozir bloklardan chiqib ketganim yaxshi. Bu yerga kel. La'nati blok. Mayli, qaysida edi? Mana. Hozir texnologiya qilaman. Mana shunday blok bor ekan. Voy! Kentak mayli bu toshni unut. Endi bunday qilamiz. Taxtalarimiz ketyapti. Hop, ikkita jonim bilan nima qilaman? Hech nima qila olmayman. Hop, birinchi o'chirtda kon topaman. Do'stlar, men qandaydir g'alatiroq joyga tushib qoldim. Bu yerda qandaydir futbolmi, basketbolmi o'ynashsa kerak. Qoyil, bu yerda hattoki men bu modda anchadan beri bilmagan ekanman. Yo'q, o'ynaydigan joyi, splaydigan joyiga qara. Men qachon komni topaman? Voy, jonim. Yo'q. O'girasan. Hozir o'rganman. Ha, mayli. Bitta jon bilan endi nimadir qilaman. Aylanadi. Bu challenge'da atigi 24 soat bor. Endi esa o'zi Minecraft'da 24 soatdan deyarli anchasini qotib bo'ldim. Atigi 4 soatni Minecraft'da 4 soatni qoldi. Tezroq bo'lsangchi. Topa qol, bu challenge'da men yutqazmayman. Hech qachon yutqazmaganman. Ko'klarni qaramasam yutdim deganman. Endi bu yerga kazlay verib jonga tegib ketdi. Mayli, yana ozgina qazay. To'xtanglar. Men shunchaki ozgincha bo'lsa ham dam olishga haqqim bormi? Hozir jalb ovqat qilmasam zo'r bo'lardi. Yo'q, suvga qarang. Yoki men shunchaki qazishni davom etishim kerak edi. O'zim oyoqlarni sal qo'yganda kuyardim. Yo'q, yutdim. Bu yerda ko'p ekan. To'xtanglar. Ishqilib buni anavda qilsa bo'larkan. Voy, keling. Oxir menda yo'q-ku, tentak.
tezroqchi. Suvga qarama. Endi tezroq daraxtchoq. Bitta daraxtdan bersak, yana bittasidan esa nimadir bo'lsa kerak. Yo'q, buni tekat. Давай. Балака. Hop, endi bu la'natlarni nima qilsam ekan? Tayoqchani qanday yasaydi? Shundaymi? Yasab oldim. Endi yana kiramizdagining. Bunga emas kerak. Xo'p, bersak har doimgidek ish qilib tez chopishga qaraganda tushadi. Yo'q. Demak, men endi topolmasam ham shuni topdim-ku, to'g'rimi? Ha,